Sizlarga tushunarsiz aji-buji bir narsalar bo'lishi mumkin. Hozir ozgina ko'rsatsam, keyin xotirjam tushuntiraman. Simulyator Najot Zanova. Mana bizda birinchi sham bor. Biz CRC degan strategiya bilan ishlaymiz. Xo'p. Bizda ikkita sham, hozircha hech gap yo'q. Hop. Pastroqqa deyapti, hali kutamiz. Mana shu yerda savdoga kirsak bo'ladi. Hop. Biz savdoga kirish uchun mana shuni belgilab olamiz. Va shu yerdan savdoga kiramiz. Mana shu narxdan savdoga kiramiz. 0.5 gacha. Stop qo'yamiz. Mana shu yerga 16%, 16,5% foyda. Birinchisi bu eng kamida 50% gacha boradi. CRT deganni mayli qisqacha aytib o'tib ketay. Xo'p, birinchi sham keladi. Mana birinchi sham. Ikkinchi sham buni tayin tozalab, ichiga chiqib yopiladi. Bu soyasi borib kelgan joyi. Bu tanasi narxni tug'ilgandan o'lgungacha bo'lgan joy. Mana yerda tug'ilgan, mana bu sham o'lganda bu sirasi tug'ilgan, pastga tushib bo'ldi. Bu tug'ildi, tushdi, chiqdi, shu yerda yopildi, uni ichida yopildi. Mashramkani. Sharti shunchaki 50% ga hali yetib bormagan bo'lishi kerak. Keyingi shamdan savdoga kiramiz. Birinchi, ikkinchi bo'lsa, uchinchi shamdan savdoga kiramiz. Foydani mashgacha qo'yamiz birinchisini. Ikkinchisini bozorda holatiga qarab, strukturaga qarab, masalan qo'yish mumkin. Faqat ikkinchisiga kirganimiz yo'q, lekin qo'yish mumkin agar struktura qolgan jihatlarni hisobga olib, mashitlargacha foyda kirish mumkin. Mana ko'ramiz bo'pti. Xo'p, mana bu tushdi pastga, bizga sotib oldi. Biz vaqt qo'yishimiz kerak edi, mayli. Sotib oldi, teparoqda bo'lsa ham. Deylik mashit. Bo'ldi, kutamiz endi. Biz stopimiz mana yerda. Ketdik. Mana sirrazi birinchi sham bilan olib berdi. Hop. Mana ikkinchi sham bilan bu ikkinchisini ham olib berdi. Bu siyosiy formulasi kimgadir qiziq bo'lsa, xuddi shunaqa. Bu mana yerda boringki bitta yugurtiraman-da, kiraman mana. Liboyga kirib, boshiga o'tkazaman. Ko'zga ko'rinmaydigan darajaga kiygizdim. Simulyatorda yoqib olamiz. Tak. Mana bunda ham bitta ko'rsatib qo'yaman. Hop. Mashinaga shamlar hozircha bizda hech gap yo'q. Yurgizamiz. Bizga konkretroq narsa kerak. Sal kattalashtirmasak. Xo'p, bu yerda hech gap yo'q. Keyingi sham. Tak, menimcha bor. Yo'q, bu ham 50% ga bo'lgan ekan. Bu ham tepaga ketsa kerak, ko'ramiz. Hali kutamiz. Kutamiz. Hop, yo'q, hozircha bizga hech gap tushunarlik. Hech gap yo'q. Konkret bir narsa bilan kirish kerak bizda. Hozircha ma'da bor ekan, latni. Bo'ldi. Mana shu yerda savdoga kirsak bo'ladi. Yo'q bo'lmasa ekan. Mana 50% gacha kelib bo'lgan ekan. Mayli, yana kutamiz. Oppa. Hozir sal pastroqqa ketar ekan. Tushib chiqdi mana. Hop. Kutamiz. Bo'ldi mana. Mana shu yerdan savdoga kiramiz.
shu yerdan hozir mana savdoga kirsak, profit birinchisi tak, hop. Bu birinchisi, ikkinchisini ham qo'ysak bo'laver ekan. Ikkinchisi. Hozircha bemalol 18-19% buyog'i stopimiz buyog'i. Agar mabodo o'xshamasdan pastga ketib qolsa, mana shu holatda bizni pulimizni bo'shatib berib 7% zararda ketadi. Mana biz sotib oldi, lekin sotmadi, hali yetib borgani yo'q. Mana birinchisini sotib olgan, ikkinchisini mana shu pastroqqa qo'yib qo'ysak bo'lar ekan. Xo'p, ko'ramiz, mana sotib oldi bizga ikkinchisiga как раз и kutamiz yana. Sotib olmagan bo'lsa yana boshqadan sotib olibdi. Hali birinchisi ham sotilgan yo'q, ikkinchisi ham sotilgan yo'q. Lekin sotib olgan. Bu yerda stoplarimiz bor mana. Hoppa. Yo'q, sotmadi. Ana endi bizda birinchisi sotildi mana. 9% foydada sotildi birinchisi. Buni o'chirib tashaveramiz. Ikkinchimiz paka turibdi. Hop, kutamiz. Stopga keldi, lekin stopimizni yorib o'tgani yo'q, buzib o'tgani yo'q. Yana bitta. Ana yana bitta. Biz stopimiz ololmadi. Stopgacha juda ham yaqin keldi. Mana profitimizni oldi. Shu holatda, shu kimga qiziq bo'lsa, podpisatsiya bo'lib turing, keyingi videolarda ko'ramiz nima qilish kerakligini. Assalomu alaykum hammaga. Hop. Sizlarga tushunarsiz, ajib-bujib narsalar bo'lishi mumkin. Hozir ozgina ko'rsatsam, keyin xotirjam tushuntiraman. Simulyator Najatsanova. Mana bizda birinchi ham bor. Biz CRC degan strategiya bilan ishlaymiz. Hop. Bizda ikkita sham, hozircha hech gap yo'q. Hop. Pastroqqa deyapti, hali kutamiz. Mana shu yerda savdoga kirsak bo'ladi. Hop. Biz savdoga kirish uchun shuni belgilab olamiz. Va shu yerdan savdoga kiramiz. Mana shu narxdan savdoga kiramiz. 0.5 gacha. Stop qo'yib qo'yamiz. Mana shu yerga 16%, 16.5% foyda. Birinchisi bu eng kamida 50% gacha boradi. CRC deganni mayli qisqacha aytib o'tib ketay. Hop, birinchi ham keladi, mana birinchi ham, ikkinchi ham buni tayin tozalab ichiga chiqib yopiladi. Bu soyasi borib kelgan joyi. Bu tanasi narxni tug'ilgandan o'lgungacha bo'lgan joy. Mana yerda tug'ilgan, mana o'sha ham o'lganda bu sirasi tug'ilgan, pastga tushib o'ldi. Bu tug'ildi, tushdi, chiqdi, shu yerda yopildi, uni ichida yopildi mashiramkani. Sharti shunchaki 50% ga hali yetib bormagan bo'lishi kerak. Keyingi shamdan savdoga kiramiz. Birinchi, ikkinchi bo'lsa, uchinchi shamdan savdoga kiramiz. Foydani mashgacha qo'yamiz birinchisini. Ikkinchisini bozorda holatiga qarab, strukturaga qarab, masalan, qo'yish mumkin. Paka ikkinchisiga kirganimiz yo'q, lekin qo'yish mumkin agar struktura qolgan jihatlarni hisobga olib, mashitlargacha foyda kirish mumkin. Mana ko'ramiz bo'pti. Xo'p, mana bu tushdi pastga, bizga sotib oldi. Biz vaqt qo'yishimiz kerak edi, mayli. Sotib oldi, teparoqda bo'lsa ham. Deylik mashit. Bo'ldi, kutamiz endi. Biz stopimiz mana yerda. Ketdik. Mana sirrazi birinchi sham bilan olib berdi. Hop. Mana ikkinchi sham bilan bu ikkinchisini ham olib berdi. Bu CRC formulasi kimgadir qiziq bo'lsa, xuddi shunaqa. Bu yerda boringki bitta yugurtiramanda kiraman mana. Liboyga kirib, boshiga o'tkazaman.
ko'zga ko'rinmaydigan darajaga kiygizdim. Simulyatorda yoqib olamiz. Tak. Mana bunda ham bitta ko'rsatib qo'yaman. Xo'p. Mashinadagi shamlar hozircha bizda hech gap yo'q. Yurgizamiz. Bizga konkretroq narsa kerak. Mana sal kattalashtirmasak. Xo'p, bitta hech gap yo'q. Keyingi sham. Tak, menimcha bor. Yo'q, bu ham 50% kelib bo'lgan ekan. Bu ham tepaga ketsa kerak, ko'ramiz. Hali kutamiz. Kutamiz. Hop, yo'q, hozircha bizga hech gap. Tushunarlik. Hech gap yo'q. Konkret bir narsa bilan kirish kerak bizda. Hozircha ma'da bor ekan, ladni. Bo'ldi. Mana shu yerda savdoga kirsak bo'ladi. Yo'q bo'lmas ekan. Mana 50% gacha kelib bo'lgan ekan. Mayli, yana kutamiz. Oppa. Hozir sal pastroqqa ketar ekan. Tushib chiqdi mana. Hop. Kutamiz. Bo'ldi mana. Mana shu yerdan savdoga kiramiz. Mana shu yerdan hozir mana savdoga kirsak, profit birinchisi. Tak. Hop. Bu birinchisi. Ikkinchisini ham qo'ysak bo'lar ekan. Ikkinchisi. Hozircha bemalol 18-19% buyog'i. Stopimiz buyog'i. Agar mabodo o'xshamasdan pastga ketib qolsa, mana shu holatda biz pulimizni bo'shatib berib 7% zararda ketadi. Mana biz sotib oldi, lekin sotmadi, hali yetib borgani yo'q. Mana birinchisini sotib olgan, ikkinchisini mana shu pastroqqa qo'yib qo'ysak bo'lar ekan. Xo'p. Ko'ramiz, mana sotib oldi bizga ikkinchisiga kakras. Kutamiz yana. Sotib olmagan bo'lsa, yana boshqadan sotib olibdi. Hali birinchisi ham sotilgan yo'q, ikkinchisi ham sotilgan yo'q. Lekin sotib olgan. Maytda stoplarimiz bor mana. Oppa. Yo'q, sotmadi. Ana endi bizda birinchisi sotildi mana. 9% foydada sotildi birinchisi. Buni o'chirib tashaveramiz. Ikkinchimiz faqat turibdi. Hop, kutamiz. Stopga keldi, lekin stopimizni yorib o'tgani yo'q, buzib o'tgani yo'q. Yana bitta. Yana bitta. Biz stopimizni ololmadi. Stopgacha juda ham yaqin keldi. Mana profitimizni oldi. Shu holatda, shu kimga qiziq bo'lsa, podpisatsiya bo'lib turing, keyingi videolarda ko'ramiz nima qilish kerakligini. Assalomu alaykum, yana bir bor qaranglar akalar, hozir birinchi marta video oldim. Qisqaroq qilishga iloji boricha qisqa qilishga harakat qildim. 16%, 17% deb gapirdim. Bu gapiring narsalarim 16%, значит 16% ga $1000 pul bilan savdoga kirilsa, $1000 ga 16% bir, ya'ni $160 foyda beradi.
bu shamlar qolgan narsalarni hammasi nimadir qiziq bo'lsa, endi boshidan noldan sekin boshlab tushuntirishim mumkin. Buning uchun kommentariy yozib, qiziq emas yoki like bosib qo'ysangiz, ozgina men uni tushunib olaman. Oldin qanaqami, qiziq emasmi aslida. Hammaga rahmat. Kuzatib turamiz endi.